dostlar bilan bugun Gamerlight YouTube kanalida bugungi videoda Shadow Hunter oyununu oynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Bu o'yinni hozir yuklab oldim. Sal kirish qiyinroq bo'ladi. Kirgandan keyin o'yinni replay qilib videoni davom qoldiraman. Mana boshlash ham chiqdi. Boshlashni bosib o'yinga kiramiz. O'yinning главный ekrani mana shunday bo'ladi. Главный ekrani sikl var bu yerda. Advanced buni bossangiz o'yinga kirgizadi. 1.5 ni bosib start. Bu oyunu 1-2 marta oynab ko'rdim. Legendary Power Elixir. Üçüncü uğrayamam. Mallarına az kelyapti. Uzr. Bossni ham o'ltirib oldik. Mana shunda videolar chiqishi uchun obuna bo'lib, like bosib qo'yishni esingizdan chiqarmang do'stlar. Obuna etdi ular. Men bu YouTube kanal ochishimning sababi men Fezod Uzdan ilhomlanib ochganman bu YouTube kanalni. Sal shamollaganman, shuning uchun ham bu nima qilyapti. Yana bitta boss bor ekan. Hammasini bitta chopamiz va keyingi levelga hali onlar nimalar bor ekan. Bizning dushmanlarimiz, bu dushmanlarni ko'tiga qilichimizdan tiqib hammasini o'ldirib tashlaymiz. Chop. Urasan. 25.000 gold utib oldik bugun. Bu level ham tamom. Keyingi levelga o'tamiz. Victory. Epic Element Power Elixir. Men ingliz tilini uncha ham ko'p o'ynamaganman, o'qimaganman. Shuning uchun ham o'qishlarim ham nimaroq. Hammasini ko'tiga berib o'yinni amallab o'tib olsak, mana katta boss Venom. Hozir u bilan jang qilib chos. Uning joniga qaranglar, voy. Osrak. Loy. Hozir hamma ko'tiga beramiz. Men öldüm. Restart berib qaytadan o'yinni boshlaymiz. Common XP potion. Men avval Rossiyada yashaganım uchun o'zbekchani uncha ham
Roman gapira olmayman. Hozir bu loyni o'ltirib olsak, keyingi levelga bizni olib o'tadi. Hozir o'lib qolamiz. Undan oldin bu o'ladi. Oo, jonimizni to'ldirib olib, bu ko'tni yana bitta ko'tiga nimani qilishni tiqamiz. O'l jalla. Harom. Shuning bilan bu boss ham o'ldirildi. 4-levelga ham o'tib oldik. Yekub Zend. Men o'zi asli xorazmlikman. Lekin tug'ilganimdan beri Rossiyada yashab, O'zbekistonga ko'chib kelganman. Voy suka. Bular menga cho't emas, ko'tiga beraman hammasini. Ko'tiga oladilar. O'sirib loyla. Level ham oshgani sari bular ham kuchlilashib boraveradi ekan. ikkiga bitta. Hopa. Пошёлей. Chop. Mana do'stlar, o'yinimiz yoqdi deb o'ylayman. Yana o'yinlar kerak bo'lsa, kommentariyaga yozishni iltimos qilib qolaman. Like va obuna esdan chiqmasin. Shuning bilan bugungi video tamom. Xayr va yaxshi qoling.